Assalomu alaykum. Bugungi darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimizda bir nechta teoremalar o'rganib chiqamiz. Bu teoremalar bizga murakkab masalalarni oson yechishga juda ham qo'l keladi. Bular taxminan 3 ta yoki 4 ta. Ulardan birinchisi demak Cheva teoremasi deyiladi. Xo'p, bu bir olim nomiga qo'yilgan. Bu qanaqa teorema, nima muammoni hal qiladi deydigan bo'lsak, quyidagicha. Tasavvur qiling, bizda uchburchak va uni ichidan istalgan kesmalar o'tkazilgan bir nuqtadan o'tadi hamma kesmalar. Tasavvur qilingki, hammasi bitta nuqtadan o'tyapti. Mana shunaqa 3 ta kesma chiqarilgan. Ya'ni bu ixtiyoriy kesmalar bular. Ya'ni medianalar emas, bisektrisalar emas, istalgan kesmalar chiqarildi. Va ular hosil bo'lishi natijasida, ya'ni nima qilgan paytda tomonlarga kelib tushgan nuqtalarida tomonlarini bo'laklarga ajratdi. Masalan, A bo'lak, B bo'lak, C bo'lak, D bo'lak yoki M bo'lak yoki N bo'lak desak, mana shu bo'laklar. Mana shu bo'laklar borki 6 ta A, B, C, D, M, N. Mana shu bo'laklar orasida bog'lanish bor. Shu bog'lanishni ifodalaydi, ya'ni Cheva teoremasi. Ya'ni u nima deydi? Bir tomondan boshlaymiz. A taqsim B ko'paygan C taqsim D ko'paygan M taqsim N bu 1 ga teng deydi. Ko'paygan M taqsim N teng 1 deydi. Mana shu Cheva teoremasi hisoblanadi. Mana shu nisbatlarni ko'paytmasi 1 ga tengligi bu Cheva teoremasi ekan. Shunga ko'ra masalada mana bu 6 tasidan istalgan 5 tasini bersa, biz uni 6-sini bemalol topib olib ketaveramiz. Bemalol, hech qanday muammolarsiz. Hech qanaqangi muammolarsiz biz bu ishni amalga oshira olamiz. Xo'p, masalan bitta misol ko'rsataylik, aynan shunga oid yechiladigan keyingi teoremamizga o'tamiz keyin. Masalan, bizga uchburchak berildi. Tasavvur qiling, bizga uchburchak berildi va uning ichidan mana bu kesmalarni o'tkazyapmiz. Istalgan kesmalar bular, mediana yoki bir nima emas. Istalgan kesmalar. Bizga aytayaptiki, mana bu 3x - 4 ekan. Bu 2x ekan. Bu 4x - 2 ekan. Xo'sh, bu 3x ekan. Bularga mana bunday belgi qo'yib qo'ygan. Teng degan. Keling, bu y bo'lsa, bu ham y bo'lsin. Endi hozirgi qoidani qo'llaydigan bo'lsam nima bo'ladi? 3x - 4 taqsim 2x ko'paygan 4x - 2 taqsim 3x ko'paygan y taqsim y teng 1 bo'ladi. Biz mana shu nimani mana shu tenglamani yechish orqali bemalol x topamiz. Bular qisqarib ketadi. Xo'p, bular demak suratlari ko'paysa 12x kvadrat minus 6x minus 16x plus 8 teng mahrajlari ko'payganda 6x kvadrat bo'ladi. U o'ng tomonga 1 ga ko'payib ketadi. Hammasini chap tomonga olib o'tadigan bo'lsak, 6x kvadrat minus bu 22x bo'ladi plus 8 teng 0. Xo'p, buni 2 ga qisqartiradigan bo'lsam, 3x kvadrat minus 11x plus 4 teng 0 bo'ladi va bu kvadrat tenglamani yechib bemalol x ni topib olsak bo'ladi. Hisob kitobini qilib qo'yasizlar. Bizdan x top dedi. Demak, x so'raganda chiqqandan keyin balki mana bu tomonni top deyishi mumkin. Endi bu yo'q muammo emas. Bu tomonni top demaydi, top bo'lmaydi-yu. Ya'ni mana shunaqa bog'liqlik borligini bilsangiz, shunaqa misollar kelib qolganda juda ham qo'l keladi. Tasavvur qiling, shu qoidani bilmaysiz. Mana shu misolni qanday yechardingiz? Katta ehtimol bilan hech nima qila olmaysiz. Shuning uchun bu formulalar juda ham qulay. Endi ikkinchi o'rganadiganimiz xo'p, yana Cheva teoremasi, yana buni qavsda yozib qo'yaman. Buni soddaroq qilib Cheva sinusi deyiladi.
Ya'ni chevani sinusga bog'liq teoremasi. U qanaqa ekan desangiz, xo'p. Xuddi shunday vaziyat, ya'ni istalgan kesmalar bitta nuqtadan o'tgan. Xuddi shu chizmada endi cheva aytadiki, mana bunday qilamiz deydi. Ya'ni sinusi degandan tushundingizki, menimcha burchaklar haqida gap ketyapti. Mana shu kesmalar o'tganda mana bunaqa burchaklarga ajralib ketadi, x, y, alfa, beta, yoki bo'lsa a yoki masalan b. Mana 6 ta burchak ajralib ketdi-ku. Cheva sinusi teoremasi ham mana bunga o'xshash, faqat burchaklar haqida, bu tomonlar haqida-ku. Endikisi burchaklar haqida. Xo'p, bu qanaqa ekan desa, biz aytamizki, boshlandi. Sinus x taqsim sinus y ko'paygan sinus alfa taqsim sinus beta ko'paygan sinus a taqsim sinus b. Mana tartibini buzmasligingiz kerak. Sinus x taqsim sinus y oldingizmi, keyingi safar alfa taqsim beta oling. Shoshilib beta taqsim alfa olmang. Xo'p, teng bo'ladi nechiga? 1 ga. Mana bu chevaning sinusi teoremasi. Buni ham bilib qo'yishimiz kerak. Juda ham qo'l keladi ayrim masalalarda. Bunaqa masalalar kam uchraydi-yu, lekin shunaqa masalalar kelsa, busiz yechib bo'lmaydi shuni. Busiz yechib bo'lmay qoladi. Xo'p, mana bu yerdan yulduzcha qo'yib yozib beraman bu ma'lumotni. Yulduzcha qo'yildi, ma'lumot. Super ma'lumot. Ya'ni mana shu cheva teoremasidan mana bunaqa foydalanishga ham ko'p ishimiz tushib qoladi. Ya'ni qanaqa? Masalan, qarang. Ixtiyoriy bitta to'rtburchak va uni diagonallari o'tkazilgan. Mana shu diagonallari burchaklarga ajratadi-ku, mana x, mana y, z, t, alfa, beta, m, n deb. Mana shular uchun ham xuddi shu boyagi mana cheva sinusini yozishimiz mumkin. Ya'ni bir boshdan boshladim. Sinus x taqsim sinus y ko'paygan sinus z taqsim sinus t ko'paygan sinus alfa taqsim sinus beta ko'paygan sinus m taqsim sinus n ko'paytma 1 ga teng. Xuddi shu yuqoridagini, demak, 4 talik varianti, to'rtburchak bo'lgani uchun endi 4 ta bo'lib ketyapti. O'sha variantda. Tushunarli, a? Ya'ni mana shunaqa masalalar ham uchraydi bizga. Xo'p, muhim hisoblanadi. Shu uchun o'rganib qo'ymasak bo'lmaydi. Keyingi teoremamizga o'tamiz. Keyingi teorema bizda 2 nuqta qo'yib yozamiz buni. Demak, bu bizda Carnot teoremasi. Carnot teoremasi. Bu nimani hal qilib beradi bu? Bu teorema nimani hal qilib beradi? Uni hozir men misol tariqasida yozganimda tushunib olasiz. Tasavvur qiling, ichidan ixtiyoriy bitta nuqta tanladik. Ixtiyoriy bitta nuqta. Va bu nuqtadan tomonlarga perpendikulyarlar tushiryapman. Biz bunga o'xshash qoidani o'rgangan edik. Bizning qoidamizda x, y, z ni yig'indisi balandligiga teng bo'ladi uchburchakni muntazam uchburchak bo'lsa deb o'rgandik. Chizma shunga o'xshash edi. Lekin hozir bu yerda uchburchak muntazam emas va ixtiyoriy uchburchak uchun hozir ya'ni bitta qoida yozamiz. Ya'ni hozir bitta qoida o'rganamiz. Tushunarli? Xo'p, endi bu qoida mana bu bo'lakchalar haqida.
ixtiyoriy uchburchak ichidan nuqta tanlab tomonlarga perpendikulyarlar tushirdik va bo'lakchalar x, y, m, n, a, b'lar. Shular orasidagi quyidagi munosabat o'rinli va u Karno teoremasi deyiladi. Esingizda bo'lsa, uchburchak yuzida shaxmat ko'paytma degan bir formula o'rgatganman. O'sha formulaga o'xshaydi. Ya'ni bitta tomonini bo'lakchasini olsangiz, y ni, ya'ni bittasini tashab, keyingisini olasiz, n ni tashab, keyingisini olasiz. Shularni kvadratlari, ya'ni x kvadrat plus m kvadrat plus a kvadrat teng. Endi qolgan uchtasi y kvadrat, n kvadrat, b kvadrat. Mana shu bizada Karno teoremasi deyiladi va bu juda ham ko'p masalalar ichida bizga yordami tegadi. Esda saqlab qolamiz, bu demak ixtiyoriy uchburchak ichidan tanlangan nuqtadan tomonlarigacha perpendikulyarlar tushirib chiqdik va bu qoida u perpendikulyarlarni o'zlari haqida emas, u ajratgan kesmachalar haqida, ya'ni u ajratgan bo'lakchalar haqidagi formula. Bitta tashab kvadratlar yig'indisi qolganlarni kvadratlar yig'indisiga teng hisoblanar ekan. Bu demak bizda Karno teoremasi bo'ldi. Bunga oid savollar ham demak bizga juda ham ko'p keladi. Shulardan birini ko'rsatadigan bo'lsam, masalan, ichidan istalgan nuqta tanlangan, bu yoqqa perpendikulyar tushirgan bo'lakchalar 4, 5, bu yoqqa perpendikulyar tushirgan bo'lakchamiz 3 va demak x, bu yoqqa perpendikulyar tushirgan bo'lakchalarimizga teng qo'ygan. Keling, a bo'lsa a bo'lsin. Teoremaga ko'ra, bu endi misol bizada. Teoremaga ko'ra nima bo'lishi kerak? X kvadrat plus 4 ni kvadrati plus a ni kvadrati, ya'ni mana buni oldikmi? Teng endi 3 ni kvadrati plus 5 ni kvadrati plus a ni kvadrati bo'lishi kerak. Bu bilan bu qisqarib ketadi. Bu yerdan x kvadrat plus 16 barobar 9 plus 25 bo'ladigan bo'lsa, x kvadrat barobar 18 bo'ladi va x bu yerdan 3 ildiz osti 2 kelib chiqadi. X so'ragan o'zi. Mana shunday qilib teoremadan osongina topib olish mumkin. Demak, bu bizda bugungi hisobidagi 3-teoremamiz bo'ldi. Birinchisi cheva tomonlarga bog'liq, cheva sinuslarga bog'liq va bu Karno teoremasi bo'ldi. Xo'p. Keyingi nimamizga o'tamiz? Eng mashhuri keyingi teorema bizda bu Menelay teoremasi. Hop, bu juda ham zo'r, eng ko'p ishlatiladigan teorema hisoblanadi. Chizmasini chizib olamiz. Hop. Odatda Menelay teoremasi taxminan mana shunday kesishadigan ikkita uchburchaklar uchun o'rinli qoida hisoblanadi. Xo'p, bu qoida nimada desa, siz harakatni qaysidir uchdan boshlashingiz kerak. Deylik, bu uchdan yoki bu uchidan yoki bunisidan farqi yo'q. Xullas, o'sha uchga harakat oxirida qaytib kelishingiz kerak va mana bunaqa chevaga o'xshash mana bunaqa nisbatlar haqida qanaqadir bu qoida, ya'ni teorema. Ya'ni masalan qarang, deylik men A uchidan harakatni boshlasam, A uchiga oxirida qaytib kelishim kerak va men qarang, 3 ta kasr yozishim kerak. Boyagidek ko'paytmasi 1 bo'ladigan. Chevaga o'xshash ko'paytmasi 1 bo'ladigan 3 ta kasr yozishim kerak. 3 ta kasrni surat mahrajlariga umumiy hisobda menga nechta? 6 ta bo'lakcha kerak. Faqat bitta muhim sharti bor. Bu 6 ta bo'lakchalarning ichidan faqat bir donasi mana bunaqa
bularga o'xshab chala bo'lmaydida, bir donasi katta bo'ladi. Qolgan 5 tasi chala bo'ladi. Endi va eng muhim ikkinchi sharti boshlagan joyimga qaytib kelishim kerak. Masalan, qarang, A ga qaytib keladigan bitta shunaqa 6 talik ko'rsataman. Ketdi. Mana AD taqsim DC, CM taqsim BM, BF taqsim FA. Boshlagan joyimga yetib keldim. Kesmalarim 6 ta va bittasi o'shaning ichidan uzuni. Boya aytganimdek, qarang mana. 6 tadan bittasi uzun bo'ladi, qolganlari kalta bo'ladi dedim. Mana uzuni kaltaroq, yana ham kaltaroq, ya'ni qisqaroq. Xo'p, boshladik. AD taqsim DC, AD taqsim DC ko'paygan CM taqsim MB ko'paygan CM taqsim MB ko'paygan BF taqsim FA. BF taqsim FA ko'paytma 1 ga teng. Mana shu Meneley teoremasi deyiladi. Har doim unda 3 ta kasr ko'paytmasi teng 1 bo'ladi va bu 6 ta bo'lakchalardan har doim bir donasi uzun bo'ladi. Masalan, bizda hozir AD eng uzuni bo'ldi. U mana bu yerda suratda bo'lishi shart emas. Pastdan shu 6 ta o'rindan qaysi biridadir o'sha tursa bo'ldi va eng muhimi mana yilcha qo'yib yozib beraman. A'dan boshlab oxiri A ga qaytib keldik. E'tibor berdingizmi? Boshlangan joyiga qaytib kelish shart. Xo'p. Qaytib kelish shart. Endi keling, men shuni A3 dan boshlamayman-da, deylik, nima qilmoqchiman? Xo'sh, qaysi uchdan? A3 dan keling, A3 dan boshlab boshqachasiga yuramiz. Qanaqasiga qarang, ketdi. AB taqsim FB, bu taqsim FM taqsim DC, DC taqsim CA. A ga qaytib kela olish iloji bormi? Bor. Bo'ldi, ketdi. Demak, bunda nima to'g'ri bilsangiz, mana uzuni kaltasi kaltaroq. Ya'ni uzuni bitta bo'lyapti. Ketdik. Nima bo'ldi? AB taqsim BF ko'paygan FM taqsim MD ko'paygan DC taqsim CA. Bu ko'paytma 1 ga teng. Bu ham bitta kerak bo'lsa, D dan boshlasak qaytib kela olamizmi? Xo'p, D dan boshlasak tekshirib ko'raylik. Mana D dan boshlab bu taqsim uzuni qila olmayman, bo'lmaydi. Bu taqsim bu qilsam, keyin bu taqsim bu olishim kerak, bu taqsim bu olishim kerak. Yo'q, oxirida A ga kelib qoldim. D dan boshladim. D dan boshlab o'xshata olmadim. F dan boshlab o'xshatsak bo'ladi lekin. Qanaqasiga qarang. F dan boshlasam, xohlasangiz buni olasiz, kalta, keyin uzunni olasiz, farqi yo'q. Uzuni bir marta olinsa bo'ldi. FB taqsim AB bu taqsim bu taqsim bu qilib F ga qaytib kelsak bo'ladi. Mana buni o'zginasi bo'lib qoladi lekin. FB taqsim AB, bu taqsim bu taqsim bu. Keling shuni ham yozib qo'yaylik mana. Masalan, FB taqsim BA ko'paygan AC taqsim CD ko'paygan DM taqsim MF. F dan boshladim, F ga kelib to'xtadim. Demak, bu ham mana Meneleyga bitta isbot. Xo'p, misol ko'ramiz. Misol. Bizga deylik quyidagi tizma berilgan. Xo'p, uchburchaksiz olaylik bitta avval.
Hop, chizma quyidagicha va chizmani belgilariga qarang. Bu ikkalasi teng ekan. Bu 12 ekan, mana bu bo'lakcha x ekan, mana bu bo'lakcha k ekan, bu bo'lakcha 2k ekan. Bo'ldi, x toping. Hop, bu bo'lakchalar teng bo'lgani uchun keling a bo'lsa, bu ham a bo'lsin. Hop, chizmani o'zi aytib turibdi. Bu misolimiz menilaydan yechilishi kerak. Hop, va siz chizmadan foydalanayotgan paytingizda mana shu yerda 6 ta bo'lakcha borki, shulardan foydalaning. Masalan, mana bu taqsim buni olmang. Mana shu nisbatlarning ichida, mana 3 ta nisbat bo'lsa, bu taqsim bu kerak emas. Nega? Chunki u bo'lakchalar yo'q. Shuning uchun ularni ishtirokisiz nima qilishga harakat qiling. Menga g'oya keldi. G'oya quyidagicha. Men harakatni mana bu yerdan boshlamoqchiman. Va shu yerga oxirida qaytib kelish sharti bilan albatta. Ketdi. Bu taqsim mana to'lig'i, kattasini oldim. Bu taqsim bu taqsim bu bilan yana qaytib keldim. Demak, yo'nalishimiz to'g'ri ekan, ya'ni boshlagan joyimizga qaytib kela olar ekanmiz. Ketdik. X taqsim to'lig'i x + 12. X taqsim to'lig'i x + 12. Ya'ni mana bu bo'ldi, mana bu taqsim mana bu. Endi a taqsim a ko'paygan 2k taqsim k bilan yana oxirgi nuqtasiga, boshlagan joyiga kelib qoldik. Teng 1. Bo'ldi. Bular qisqarib ketadi. 2 suratda x ga ko'paysa 2x. Mahrajdagi mana buni 1 ga ko'paytirib yuborsam teng x + 12. Bu yerdan x teng 12 chiqadi. Bo'ldi. O'zi x ni so'ragan bizda o'zi x ni so'ragan. Hop. Keling, men mana shu masalani, xuddi shu masalani sizga bitta boshqa usulda yechib beraman, lekin bu usuldan foydalanish, bu usul kimnidir xayoliga kelishi qiyinroq masalada, lekin menilay bittaga yechib beradi. Bu qanaqa usul desangiz, mana bu yerdan yozib olamiz, keyin o'chirib tashlaymiz. Hop, uchburchakni chizib olamiz. Mana qarang, bu bilan bu teng, bularga a qo'ydik. Xo'p, mana bu bo'lakchamiz x, bu bo'lakchamiz 12. Qarab turing. Mana bu nuqta tomonini o'rtasi-ku, asosiga parallel bitta chiziq o'tkazaman mana shu yerdan, kesma o'tkazaman va bu qizil chiziq mana bu uchburchak uchun o'rta chiziq bo'ldi. Va o'rta chiziq bo'lgani uchun 12 ni yarmiga teng 6 va mana bu yer ham mana bu tomonning o'rtasi bo'lishi kerak. Endi u tomoni to'lig'i qarang. K ga 2 ga to'liq 3k ku. To'liq 3k bo'lsa, demak mana bu yer k edi. 3k bo'lsa 1,5k ga 1,5k bo'ladi-ku. O'sha paytda mana bu yeri yarim k bo'lib qoladi. Shunda tepa 1,5k bo'ladi va shunda mana bu yeri 2k ku. O'sha 2k mendagi 1,5 plus yarimda. Hech qanaqa xatolik bo'lmadi demoqchiman. Endi qarang, o'rta chiziq bunga parallel bo'lgani uchun o'rta chiziq mana bunga to'lig'iga ham parallel bo'lgani uchun ichki almashuvchi burchaklar mana bu bilan mana bu teng. Bu vertikal bo'lgani uchun bu bilan bu teng. Xullas men bu uch burchak bilan bu uch burchakning o'xshashligini sezib qoldim. Va o'xshashlikka ko'ra qarang, 6 taqsim x teng 0,5k taqsim k. Qisqarib ketib mana bu yerdan x teng 12 chiqadi. X teng 12 chiqadi, ya'ni mana shu javob chiqadi. Xullas bu usul o'zi asli mana shunaqa usul bilan Menelay teoremasi o'ylab topilgan, keltirib chiqarilgan. Buni mana bu yerdan izoh berib yozib qo'yaman. Bu demak yozib qo'yamiz. Menelay siz usuli. Shu masalani, lekin biz masalalar kelgan paytda Menelayni o'rganib olib shuni qo'llashni bilishimiz zarur. Chunki ayrim masalalarda siz mana bu usulda yecha olmay qolasiz, murakkab bo'lib ketadi. Lekin Menelay masalani 1 minutda hal qiladi, qo'yadi. Menimcha misoli bilan ko'rdik. Menimcha tushunarli bo'ldi. Endi oxirgi bizni nimamiz, bugungi mavzudagi oxirgi teoremamiz. Teorema.
Bu qaysi teorema deydigan bo'lsak, bu bizda Stuart teoremasi. Bular hammasi olimlarning nomi, shunga qarab qo'yilgan. Yani Stuart teoremasi, bu Stuart degan olim bo'lgan va shunga nomlab qo'yilgan. Xo'p, bu teorema nimani hal qilib beradi? Qarang, bizda istalgan bitta uchburchakni ichidan deylik istalgan bitta kesma tushirildi. Keling shu kesmani boshqa rangda tushiray. Istalgan uchburchak ichidan istalgan bitta kesma tushirildi. Bu kesma balandlik mediana bisektrisa emas, istalgan kesma deb urg'u beryapman. Xo'p, keling mana bu bo'lakchalari S bo'lsin, mana bu, ya'ni S bo'lsin, bu B bo'lsin, keling bu qizil chizig'imiz D bo'lsin, keling bu M bo'lsin, keling bu N bo'lsin. Mana shu 5 ta kesma orasidagi bog'lanishni topib beradigan formula bu. Ya'ni Stuart teoremasi shunaqa formula. U qanday? Qarang. B kvadrat ko'paygan M. Ya'ni mana buni kvadrati ko'paygan mana bu. Plus endi bunisi. Ya'ni buni kvadrati ko'paygan bu. Ya'ni S kvadrat ko'paygan M. N teng ekan, qarang, nimaga? Mana buni to'lig'i ko'paygan ikkinchi qavs ichida o'rtadagi kesma D kvadrat plus bularni ko'paytmas. Ya'ni bu uzun va juda noqulay formula. Hozir davomida yana yaxshi ma'lumot aytaman bitta. Uzun va noqulay formula, lekin nima uchun o'rganamiz bu formulani desa, mana shu yerda 5 ta kesmadan istalgan 4 tasi bo'lsa, 5-chisini topib bo'ladi-da mana shu tenglama orqali. Lekin bu formulani deyarli ishlatmaymiz. Ya'ni bu formulani o'zi bir murakkab. Bu formulani o'rniga oson va biz biladigan usulini o'rgataman. U usul nimada? Deylik bizda shunaqa muammo paydo bo'lib qoldi. U qanaqa muammo? Ya'ni deylik uchburchak bor. Uni ichidan boyagidek ixtiyoriy bitta kesma tushgan. Tasavvur qiling, bu 3, bu 5. Xo'p. Mana bu yer deylik, mana bu yog'i 5 deylik, mana bu yog'i 2. Masalan. Chizmamiz nima ketib qoldi? Buni qilaylik, mana bu qilaylik. Deylik, mana bu 2, deylik, mana bu bo'lakcha 5. Xo'p, keling mana shu x bo'lakchani topishimiz kerak ekan. Xo'p, buni chizmani ko'rsa ko'pchilik darrov nimaga Stuartga qo'yamiz deydi. Stuartni masalan meni o'zim mana shuni yodlab qolishga qiynalaman. Keling Stuartsiz shuni mana bu yerda aytganimdek biz bilgan qaysi usul bilan yechsak bo'ladi? Qarang, juda ham oson. Bu usulni yodlash ham shart emas-da. Qarang, nima qilamiz? Mana bu burchak deyman, mana bu burchak alfa bo'lsa, uni qo'shnisi pi minus alfa bo'ladimi? Albatta. Mana bu uchburchakni bir marta kosinuslar teoremasini yozamiz. Boshladik. 3 ni kvadrati teng x ni kvadrati plus 5 ni kvadrati, mana bu uchburchakning kosinuslarini yozyapman. Minus 2 kara x kara 5 kosinus alfa. Endi bunisi uchun kosinuslar yozamiz. 5 ni kvadrati teng x ni kvadrati plus 2 ni kvadrati minus 2 kara x kara 2 kosinus pi minus alfa.
Endi mana shu yerda mana bu ikkalasi orasidagi bog'liqlik bor. U nimadi desa, bu trigonometriyadagi bilimimizga asoslanib aytamizki, kosinus pi minus alfa bu minus kosinus alfaga teng. Shundan kelib chiqadiki, mana buni o'rniga minus kosinus alfasini qo'yib, ikkalasini qaytib yozamiz. Demak, 9 barobar x kvadrat plus 25 minus 10x kosinus alfa. Mana buni yozdim. Endi ikkinchisini yozyapman. 25 barobar x kvadrat plus 4 minus 4x. Buni o'rniga qo'yilgan minus kosinus alfa o'rtani plus qilib yuboradi. Kosinus alfa. Endi mani maqsadim bu x edi-ku. Ya'ni bu aytganimdek, mana bu yerdagi 5 ta kesmadan bittasini topishim kerak. Endi ba'zida s ni, d ni, m n ni berib buni so'raydi. Farqi yo'q. Maqsadim x topishku. Shuning uchun nima qilaman? Mana bu ikkala formuladagi kosinus alfalarni topib olaman-da, tenglashtiraman. Mana bundan kosinus alfani topib olsam nima bo'ladi? Qarang. X kvadrat plus 16 taqsim 10x bo'ladi. Mana bundan kosinus alfani topib oladigan bo'lsam, 21 minus x kvadrat taqsim 4x bo'ladi. Ikkalasi ham kosinus alfa bo'lgani uchun men bularni tenglashtiraman. Ya'ni x kvadrat plus 16 taqsim 10x barobar 21 minus x kvadrat taqsim 4x. 2x ga qisqartiraman, mana proporsiya qilaveramiz keyin. 2x kvadrat plus 32 105 minus 5x kvadrat. Bir tomonga olib o'tadigan bo'lsam, 7x kvadrat barobar ayiradigan bo'lsak 73 bo'ladi. Va bu yerdan x topadigan bo'lsak, xullas ildiz ostida 73 taqsim 7 ekan. Mana topdik javobni. O'sha x kerakmidi bizga? Mana x topildi. Muammosi yo'q hech qanaqa. Ya'ni biza hozir e'tibor beryapsizmi, qanaqa muammoga yechib beryapmiz? Istalgan kesma tushiryapmiz. Ya'ni bisektrisa emas, median emas, balandlik emas. Agar bu uchalasi bo'lsa, ular o'zini allambalo formulalari bor. Ular o'rganganmiz. Bu ixtiyoriy kesma haqida gapiryapmiz. Va sizga masala kelib qolsa, mana bu Stuart teoremasini aniq yodlay olmaysiz, bilaman men. Undan ko'ra doimiy mana shu usulini qo'llashingizni tavsiya qilaman. Chunki bu usulni yodlash ham shart emas-da. G'oya bilamiz, ikkita kosinuslarni qo'llaymiz, tamom. Kosinus alfalarni tenglashtirsak, o'sha x chiqib turibdi-da. O'zi mana shu Stuart teoremasini isbotlaganda ham, mana shu Stuart degan olim bunga va bunga 2 marta kosinuslarni qo'llab, xuddi shu ishni qilib, kosinuslar teoremasidan 2 marta u mana shu formulani hosil qilganda, mana formulamni deb e'lon qilgan. Formula e'lon qilar ekansan, kichikroq formula e'lon qiladi, eslab qolib bo'lmaydi-ku buni. Shuning uchun biz bu formulani ishlatmaymiz, xato emas. Agar yodlab qola olsangiz bemalol. Undan ko'ra tinchgina 2 marta kosinuslar teoremasini qo'llash orqali masalalarga yechim berib ketaveramiz. Bu bizga eng qulayi hisoblanadi. Xo'p, menimcha, demak, tushundingizlar. Teoremalarimiz qiyin teorema emas, lekin qiyin misollarni yechib beradigan zo'r teoremalar. Biz bularni albatta bilishimiz shart.